Azim Toshkent shahridan vodiy tomon yo'lga otlanib, Qamchiq davonidan o'tib, yo'ldagi non bozorlarga bir uchrab o'tmagan, 3-4 dona non sotib olmagan inson bo'lmasa kerak. Akmal Patir. Bu ism egasi chiqarayotgan mahsulot allaqachon brendga aylanib bo'lgan. Ushbu brendning egasi Akmal Murodov ish yuzasidan studiyamiz mehmoni bo'ldi. Qadimiy hunar egasi bilan o'zaro fikr almashdik. Assalomu alaykum. Bugun kunuz mehmoni o'zining mazali patirlari bilan xalqimizga xizmat qilib kelayotgan tadbirkor Akmal Patir brendi asoschisi Akmal aka Murodov. Assalomu alaykum Akmal aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Akmal aka, Akmal Patir faoliyati qachondan va qanday boshlandi? Novvoychilik bilan yoshligimdan beri shug'ullanib kelaman. Aslida bunaqangi yog'li non qilmasdik, oddiyroq non sotib shug'ullanib yurgan bola edim. Keyinchalik vaqtlar o'tish bilan g'oyat tug'ildi. Shu o'zimizni o'zbekona mahsulotlarga, sariyog'qa, sutga qilib non qilish fikri tug'ildi g'oyasi. Shu narsani men 2009-yili amalga oshirdim astalik bilan. Mana 9 yildirki sekin astalik olib kelyapmiz. Kimdandir o'rganganmisiz buni? Buni o'zimni onam yoparlar, o'sha onamdan o'rganganman. Bugungi kunda Akmal Patirni o'sha brend darajasiga yetishiga nima sababchi bo'ldi? Nima deb o'ylaysiz? Brendga yetishga sababchi asosiysi bu xaridorlar, klientlar. Boshqa patirlar ham ko'p, to'g'rimi? Nimaga aynan sizga o'sha klientlar ko'proq deb o'ylaysiz? Klientlar o'zi yog'li non, sariyog'li nonni yeb ko'rib, ikkinchi marta topib o'qtargan, topolmay qolardi. Boshqalar ham qo'shadi-yu patir qilishda. Mehrga ham bog'liq, mehr bilan qilish kerak, ixlos bilan. Asosiy narsa mehr. Mehr. Keyin o'zi shu klientlar har doimgi tanib olgan klientlar keyin aytardi, Akmal Patir deb, Akmal Patir o'zlari nom qo'ygan. Shu tariqa davom ettirgan. Mana keyin yillar o'tib, mana oxirgi 2-3 yil ichida buni hali yonimizdagilar ham, mahalladoshlar ham shunaqa qo'yib sotyapti hozir. Shunga podelkasi ko'payib ketib qoldi. Demak, keyin mana shu brend asosiga kelish sababchi ham klientlarni o'zi taklif qilgan. Shuni brendlaylar, shu podelkalar nima bo'ladi, kamayadi. Demak, Akmal aka nomni klientlaringiz qo'ygan. O'zingiz keyinchalik fikri paydo bo'ldi. Yo'q, biz faqat sariyog'li patir deb sotardik xolos. Klientlar o'zi Akmal Patir deb sekin nima qilaverganmiz. Yoqqanda ularga ta'mi o'zi emas. Akmal Patirlarda o'sha ishlab chiqarishda, umuman xalqqa yetkazib berishda, o'sha Akmal Patir tayyorlashda asosan nimalarga e'tibor berasiz? Fidoyilikka, keyin ozodalikka. Keyin hurmat qilish kerak klient. Klient ko'ngli istayotgan narsani yetkazib berish kerak xaridorlarga. E'tirozlar ham bo'lganmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Qanaqa masalan, nima e'tiroz bo'lishi? O'zi qanaqa yo'ldan, shu ketayotgan yo'lingizdan chiqib qolsangiz, yo'ldan klient o'zi solib qo'yadi. Masalan, jicha mazasi o'xshamabdi. Sal o'xshatib qilinglar. yoki esa jicha unaqaroq, bunaqa qiling, mana bunday qiling, bunday qilinglar deb o'zi xohlayotgan narsani aytadi, shuni kelib chiqib qilamiz. Demak, bu alohida retseptga egami Akmal Patirlar? Alohida retseptga ega. O'shani u sir saqlanmaydimi? U sir saqlanadi. Sir saqlanadi. Shu alohida retseptga egaligi uchun yonimizdagi qilayotgan podelkalar o'xshatilgan yo'q bunaqaga. Klientlar kelyapti, har doim topolmay, oqtarib topolmaganlar shu adashib qolyapti. Shuni brendlilar ish qilmasin, keyin to'g'ri kelamiz deydi. Agar ularda ularga bir xil bo'lganda edi, klient hech qachon bunaqa gapirmasdi. Demak, Akmal aka o'sha patirlarni, Akmal patirlariga patent olibsiz. Mana hozir olib kelibsiz studiyamizga. O'sha nima sabab bo'ldi patentlashingizga? Podelkalar ko'payib ketdi. Shu Akmal Patir nomi bilan mahsulot chiqazayotgan bo'lsam, lekin shunga shu non yomon degan fikr uyg'onib qolyapti ko'pchilik klientda. Boshqalar xuddi shu mazada, shu usulda qila olmayapti nonni. Masalan, oddiy nonlarda ham qimmatroq narxga sotaveryapti. Har tomonlama ziyon bo'lyapti klientlarga. O'shani oldini olish maqsadida oldini olish uchun patentladi. Akmal patirlari faqat vodiy tarafdami yoki butun respublika bo'yicha ham bor? Bu Akmal patirlari faqat o'zimizni tug'ilgan ona qishlog'imizda, Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Chag'al qishlog'ini 373 yo'lni qirg'og'ida sotiladi. Boshqa joyda yo'q. Yo'q, boshqa joyda yo'q. Aslan. Rejalar qanaqa kelajakda? Xudo xolasa kengaytirish. Albatta, respublikaga olib chiqish. Endi brend bo'ldi, yaratildi, xudo xolasa bo'ladi. Bu brendga munosib ish qilishga qilamiz.
Chetga ham eksport qilish niyatingiz bormi? Xudo xolasa. Koreyaga birinchi o'rinda. Koreyaga. Nimaga aynan Koreyaga? Suyib iste'mol qiladi. Koreyadan ham telefon qiladi o'zlari. Misol uchun Koreyslarmi, o'zbeklarmi? o'zbeklar koreyslarga qiydi gaplashib turadi. Keyin shu Amerikadan ham qilganlar bo'ldi, Kanadadan qilganlar bo'ldi, o'zbeklar. Chet yashayotganlar. Shunaqa qaytdansiz deydi. Shunaqa chaqaliq qishloqdan bilsak, yo'q deb ishonmaydi. Shu yerdanmi shunaqa deb aytadi. Demak, Akmal Patirlarning dovrug'i Koreya, Amerikaga ham borib yetgandi. Ha, Xudoga shukr. Endi maqtanishimiz shunaqa. Zakaz qiladimi ular ham? Buyurtma beradimi sizga? Buyurtma beradi. Shu kuniga tayyorlab qo'ying. Shu oldiga shu yoqqa borayotgan qarindosh urug'lari olib ketadi deydi. Tayyorlab qo'yamiz, olib ketadi. Ha, demak, Koreya va Amerikada ham, Rossiyalarda ham yetib boryapti. Bu patirni asosiy narsasi 1 oygacha qotmaslik. Yo'g'i, 1 oy. 1 oy garantiya sinalgan. 1 oygacha xudo xolasa qotmaydi. Holatini yo'qotmaydi. 1 oydan keyin mazza qilib yurasiz shu. Uzoq yo'lga moslanganda chetga chiqadiganlar uchun. Shuning uchun qayerda bo'lsa ham Rossiyadan ko'proq telefon qiladi. Koreyadan shunaqa deydi. Qanday qilasizlar deb o'rgatinglar retseptini deydi. O'rgatasizmi? Yo'qda, sir saqlanadi. Endi tadbirkorlik siri degan narsa ham bor-da. Albatta. Akmal aka, bundan keyingi rejalaringiz qanaqa? Mana patentlarni olibsiz. Bundan keyin xudo xolasa mana yana ham ishni kuchaytirib, kengroq qilib, mana o'zimiz brendimga ega bo'ldik. Faqat mana shu brend asosida, Akmal Patir brend asosida men ishlab chiqarish huquqiga egaman endi, xudo xolasa. Patirni yana ham kuchaytiramiz. Yana ham rivojlantiramiz. O'zbekistonning hamma nuqtasiga ochamiz. Demak, bu patent sizga shunaqa huquq beradiki, boshqa tadbirkorlar, ya'ni o'sha non mahsulotlari bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar Akmal Patir nomi ostida chiqarishi endi mumkin emas. Mumkin emas. Mana shu narsani patent topshirayotganda shu mutaxassislar tushuntirdi. Faqat siz egalik huquqi sizda, ya'ni mualliflik huquqi sizni 100% o'zingiz davom ettirasiz faoliyatingizni dedi. Lekin endi boshqa non yopib sotayotganlar, axir mahallamiz yonida qo'shnilarimiz, lekin boshqa nomida o'zlari ishlab chiqsa, bunda ishlab chiqa olmaydi. Xudo xolasa. Bir kunda nechta non yopasiz? Patir yopasiz? 1000tacha. 1000tacha? Ulgurasizmi? 800 ta, 1000 ta, 500 ta har xil. Hammasi ketadimi? O'z klientlari. O'z klienti bor. Dashi yetmay ham qoladi. Unga masalan un yoki qaymoq, sut, uni alohida o'zingiz tanlaysizmi? Nimasiga e'tibor berasiz ularni? Uni o'zimiz alohida tanlaymiz mana shu soha bo'yicha. Sariyog' bo'yicha, suti bo'yicha. Demak, oddiy sariyog'dan. Yo'q. Demak, bundan buyog'iga Akmal Patirlari faqat shu sotilayotgan Akmal Patirlari faqat sizga tegishli bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xolasa, o'zimda Navoiyxonamda ishlab chiqariladi. Faqat o'sha yerda sotiladi. Shu paytgacha ham hali bironta joyga bermaganmiz, sotinglar, o'qilinglar deb faqat o'zimiz. Shu Navoiyxonadan chiqadi, oladi klientlar shu. Shu vaqtgacha o'zingiz ham masalan aniqlaganmisiz o'sha Akmal Patir nomi ostida chiqqanlarni? Serovki yonimizda. Chapga qarasam, o'ngga qarasam, hammasi shunaqa qilyapti. Nima chora qo'llagansiz yoki nima? Endi mahalla-ko'y qo'ni-qo'shnilar uchun hech narsa nima qilganim yo'q. Endi asosim ham yo'q edi. Mana huquqiy asosim bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Akmal aka, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun biz o'zbek oilalarimizda nonni qadrlashadi, ulug'lashadi? Chunki ota-bobolarimizni, ya'ni dehqonlarimizning ijod mahsulining samarasidir. Masalan, bug'doyni ekadi, uni don qiladi, tegirmonga olib boradi, un qilib chiqazadi, xamir qiladi, yopadi. Keyin birinchi o'rinda dasturxonga non mahsuloti qo'yiladi. Non O'zbekistonda eng sevimli taom. Nonsiz yasha olmaydi hech qachon odam O'zbekistonda. Shuning uchun dasturxonning ko'zgusi deb bilaman shuni. Akmal aka, mana shu patirni tayyorlaysiz-ku. Tayyorlaysiz, uni masalan boshidami yo keyinchalik hozir hammi o'sha mazasiga baho beradigan kim, o'zingizmi yo bo'ldi chiqarish kerak sotuvga deb kim? Hammasi o'zimning nazoratim ostida chiqadi. O'zim nima qilaman? Mazasini avvalo birinchi o'rinda hammasi o'lchov birligi bo'ladi. Xuddi shu o'lchab narsalar solinadi. O'lchab solingan narsalar o'z samarasini berdimi deb yeb proba qilib ko'ramiz. Keyin chiqadi sot, ungacha yo'q. Chunki men 99-yilda novoychilik qilaman, yaxshi tushunaman sohaga. Afsuslanmaysizmi bu kasbdan? Yo'q. Xudoga ming-marta shukr. Ana kam bo'lganimiz yo'q. Akmal aka, navoiylikda boshqa kasblardan ustun jihatlar bormi yoki bu navoiylik kasbi sizga
Nima berdi hayot? Novvoylikda boshqa kasblardan ustun jihati hamma narsasi mehnat bilan bo'ladi. 100% mehnat bilan amalga oshiriladi. Xamir qilasiz, yasaysiz, tandirga o't yoqasiz, pishirasiz, uzasiz, olib chiqsa hammasi inson mehnati bilan bo'ladi. Boshqa kasblardan afzali jihati shu, inson mehnati bilan yaratiladi. Nima berdi sizga novvoylik kasbi? Bu novvoylik kasbi halollikda, yolg'on gapirmaslikda, insoniylikdan baxsh etdi-da mana shu. Novvoylik kasb. Ana Xudoga shukr, novvoylik kasb tanlab kam bo'lganimiz yo'q. Institutdan bitirganman, hammasi zo'r, Xudoga shukr. Kunni qanaqa boshlaysiz, Akmal aka? Ertalab vaqtli chiqamiz, xamirni qilamiz. Nechilardan? Masalan, 4, 3 kechqurun 3-4larda chiqib bir boshlaymiz. kunda necha soat ishlaysiz? Bir kunda nonni ketishiga qarabda, ertalabdan to'qora kechgacha ishlaymiz, obedgacha ichadamiz. Tadbirkorlik faoliyatini boshladingiz, ha? Boshladingiz, qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Albatta. Hozirda bo'lyaptimi qanaqadir qiyinchilik? Yo'q, hozir Xudoga shukr, hammasi zo'r. To'siqlarmi masalan? To'siqlar yo'q, hammasi Xudoga shukr zo'r. Tadbirkorga sharoit yaratib bergancha zo'r hammasi. Qachondir uchragansizmi qiyinchilik? Boshida dastavval shu joy masalasi, Novvoyxona uchun shunaqa bo'lmagan, o'shanda ancha qiyinchilikka uchraganman. Keyin Xudoga shukr, tumanimiz hokimi o'sha paytdagi Shuhrat aka Abdusalomov yordam bergan, joy qilib bergan, bo'lgan hammasi zo'r. O'sha nonni mazali chiqishi uchunda unga ham bog'liqmi? Yo'q, unga bog'liq emas. Chunki mana Qozog'istonda bu Xudoyniga, uniga ham qilib ko'ramiz, O'zbekiston o'zimizniki zo'r. O'zimizda chiqadigan ular hammasi zo'r. Yog' bilan qaymoqqa-chi? Sariyog' bilan sut. Sariyog' bilan sut. O'zimizda damashni sariyog', damashni sutlar. Shu. Sizni professional novvoy sifatida havaskor novvoylarga yoki biza bilamiz, ko'p qishloqlarimizda uy bekalari ham non yopishadi. Shularga bir maslahatingiz. Endi shu milliy bo'ylik non to'g'risida beradigan bo'lsam, avvalo bug'doy uniga bo'ladi. Keyin shu o'zimizning mahsulot, sut, sariyog', mehr ixlos bilan qilsa bo'laveradi hammasi. Shunaqa maslahat berasiz. Albatta. Kelajakda Akmal Murodovning tadbirkorlik faoliyatiga omad tilab qolamiz. Shunday hunarmand tadbirkorlarimiz ko'payib, xalqimiz dasturxonini mazali patirlar bilan bezab tursin.